Men Germaniyaga Gruziya orqali hech qanday til bilmasdan yetib keldim va oyiga 5000 yevro pul topyapman. Agar sizga ushbu yo'l qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Germaniyaga yemoqchi bo'lgan har bir insonga ushbu taklif tushgan, hattoki sizga ham. O'zi Germaniyada rus tili bilan ishlash mumkinmi? Albatta yo'q. Chunki Germaniyada nemis tili ustuvor va o'zbek rus tillari hatto muloqotda ham ishlatilmaydi. O'zi rus tili bilan Germaniyada ishlash mumkin degan tushuncha qanday paydo bo'lgan? Bizni bir ayrim vatandoshlarimiz rus tili bilan ishlash mumkin degan takliflarni bergandan keyin odamlarda har xil fikrlar paydo bo'lyapti. Konsaltinglarga borsa 2000-3000 yevro so'rashyapti. Bunga ko'pchilikda sharoit yo'q. Bu yoqda esa Ukrain, Belaruslar 200-300 yevro bilan ishingni hal qilib beraman deb qarmoqni tashlab turibdi. Bunga hammada sharoit bor. Bular bilan shartnoma qildimi, bo'ldi qarmoqqa tushdi. Chunki boshida arzimagan 100-200 yevro bilan qilingan shartnoma bir necha haftadan keyin sizdan 2000-3000 yevroni talab qiladi va siz maydalab bu pullarni to'laganingizni bilmay qolasiz. Agar sizga Ozarbayjon, Gruziya orqali rus tili bilan bemalol Germaniyaga kelib ishlaysan degan takliflar tushdimi, shu zahoti blok qiling. Hattoki o'zbeklar aloqaga chiqsa ham. Chunki Germaniyaga kelishni eng yaxshi va qonuniy yo'li nemis tilini o'rganib, Germaniyadagi yaxshi maosh to'laydigan kasblardan birini o'rganib kelishdir. Bu videoni ko'proq do'stlarga yuborib qo'ying. Chunki ayni shu yo'l bilan juda ko'p vatandoshlarimiz aldanib qolyapti. Ogoh bo'ling. Kirib kelayotgan Ramazon oyi barchangizga muborak bo'lsin. Barchangizga omad tilayman. Barchangizni Germaniyada kutamiz.